qadrli futbol muxlislari. Bugun 16-jahon chempionatining final bosqichiga yo'llanma olish uchun o'tkazilayotgan saralash uchrashuvlaridan biri Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadionida bo'lib o'tmoqda. Osiyo qit'asining 5-guruhida ishtirok etayotgan O'zbekiston Respublikasi milliy terma komandasi futbolchilari indoneziyalik raqiblariga qarshi maydonda harakat qilishyapti. Bizning chap tarafimizda qizil rangli kiyimda mana hozir to'p bilan ular Indoneziya terma komandasi futbolchilari, o'ng tarafimizda esa sariq rangli ko'ylakda O'zbekiston Respublikasi milliy terma komandasi futbolchilari harakat qilishyapti. Uchrashuvning 10-daqiqasi yakunlanib boryapti. Hisob hali ochilgani yo'q. 0-0. Dastlabki daqiqalarda O'zbekiston terma komandasi futbolchilari ketma-ket hujumlar uyushtirishyapti. Bugun ularning shartlari juda baland, biroq hozircha hisob ochilgani yo'q. Hozir Indoneziya terma komandasi futbolchilari burchakdan to'pni o'yinga kiritish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mana bu vaziyatni hozir o'zingiz ko'rdingiz. Va bu 22-raqamdagi komanda kapitani Ansari Lubis hozir to'pni burchakdan o'yinga kiritadi. Ana shundan so'ng qadrli futbolchilar, futbol muxlislari, men sizlarni komandalar tarkibi bilan to'liq tanishtirib o'tiraman. Hozir mana to'p jarima maydoniga oshirildi. Xavfli vaziyat kutilmaganda hozir Pavel Bugalo to'pni qo'lidan chiqarib yubordi va yaxshi ham hozir himoyachilar harakat qilishib, uni jarima maydonidan uzoqlashtira olishdi. Garchi Indoneziya terma komandasi futbolchilari dastlabki daqiqalarda unchalik ko'p hujum uyushtirmagan bo'lsa, lekin ularning xatti-harakatlarida bir-birlarini juda yaxshi tushunishlari sezilib turibdi. Shuning uchun ham imkoni boricha himoya chizig'ida ishonchli harakat qilishga intilish kerak. Hozir vaziyat va bu yerda nihoyat O'zbekiston terma komandasi futbolchilari hisobni ochishga muvaffaq bo'lishdi. Darvozabon to'pni qo'lidan chiqarib bordi hamda uchrashuvning 12-daqiqasida Alex Shatskiy hisobni ochdi. Bundan oldingi daqiqalarda ham 3 marta Alex Shatskiy juda qulay imkoniyatga ega bo'lgan va faqatgina hozirgi